hozirgi yosh qaynonalarni saqal tushunmayman-da men. Ba'zi bir qaynonalar, yosh qaynonalar, ba'zi bir deyapman yana. Kelin olguncha hamma xizmatni o'zingizlar qilgansizlar. O'g'linglarni ham ishga jo'natgansizlar, ertalab turib choyinglarni ham damlab ichgansizlar, xo'jayininglarga ham, o'zingizlarga ham, bolalaringlarga ham, yosh qaynonalar sizlarga murojaatim. Kelin tushgandan keyin, soat 4:30-5da turib mana shunday qarab o'tirasizlar. Ba'zi bir mana shunday qarab o'tiradi. Qachon chiqarkin deb. 5dan oshib ketsa bo'ldi, qavotim shu bo'lib ketadi. Ko'rganmiz ham, eshitganmiz ham. Nima bor? 4:30-5da turib, Nima bor? Xo'p, namoz o'qisanglar, sekin turib namozinglarni o'qib, bir piyada choylarni damlab, ichib, kirdaminglarni olinglar. Kelin poshsha kimning xizmatini qilsin? Ertaga kechgacha xizmatinglarni qilib, kechasi kirib, o'g'linglarning xizmatini qilib, ertalab yana sahari kallasdan turib, kun yorishmasdan, o'shanda-da mana shundan kelib chiqadi, kelinlar nervni bo'lib qolishi. Shundan kelib chiqib, kelinlarni asabdorlar charchaydi-da, bilmagan holda tili chiqib ketadi. Buni bilmagan, tushunmagan qaynonalar o'rtaga sovuqchilik tushadi. Ba'zi bir qaynonalar shu kelin poshshalar homilador bo'lishi mumkin, tinkasi qurishi mumkin. Biza paytda bunaqa emas, biza paytda bunaqa emas deydiganlarga hamchi ekologiya buzilgan o'rgilinglar. Hozir hamma narsa ximikat. O'shaning uchun bularni ham to'g'ri tushunishga harakat qilinglar. Ana o'shanda inoqchilik billa bo'ladi. Qarz ikki qo'ldan chiqadi.